Assalomu alaykum hammalaringga. Bugun men bahoriy salat tayyorladim. Ko'rgizdan baho beringlar. Bunga ketadigan masalliqlarimiz: tuxum, kolbasa, sir, pomidor, bodring, makka jo'xori, mayonez va har xil ko'katlar ketadi. Birinchi ishimiz pomidorni to'rg'ashdan boshlaymiz. Buni parra-parra qilib to'rg'ab, somoncha shakliga keltirib olamiz. Hamma masalliqlarimizni xuddi shu holda to'rg'ab chiqamiz. Mana shunday qilib idishimizga solib olamiz. Bodringni ham somoncha shaklida to'rg'aymiz. Bunga chiroyli ko'rinish berish uchun qirrali pichoqda to'rg'ab, mana buni ham solib olamiz. Kolbasani ham xuddi shu holda somoncha shaklida to'rg'ab chiqamiz. Sirni ham yog'li sir bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Salatlarga yaxshi, mazasi juda ham yoqimliroq chiqishi uchun yog'liroq sir yaxshiroq aytadi. Ko'katimizni ham maydaroq qilib to'rg'ab olamiz. Alohida idishga solib olamiz. Mana masalliqlarni to'rg'ab oldik. Endi bunga makka jo'xorini solamiz. Endi tuxumni pishirishga kirishamiz. Tuxumlarimizni hammasini chaqib, bunga tabga ko'ra tuz solamiz va ozgina bir chimdim un solib yaxshilab aralashtiramiz va ko'katimizni solib va yana aralashtiramiz. Mana endi tovamizni qizdirib olib, ozgina yog' quyib, tuxumni xuddi bilinchi shaklida quyib pishirib olamiz. Mana endi buni ozgina ehtiyotkorlik bilan ag'daramiz. Bilinchik emas, tuxumni o'zida bo'lyapti. Mana ozgina yana yog' quyib, qizdirib, qolgan tuxumni ham quyib pishirib olamiz. Mana yana untarib olamiz. Tayyor bo'ldi, pishdi. Endi buni ehtiyotkorlik bilan chiroyli qilib to'rg'ab chiqamiz. Buni ham xuddi somoncha shaklida to'rg'ab chiqamiz. Mana shunday qilib, bir xilda qilib chiqaramiz. Buni ham masalliqlarimiz ichiga aralashtiramiz. Endi bunga mayonez quyamiz. Mana endi ehtiyotkorlik bilan chiroyli qilib aralashtiramiz. Ko'p aralashtirmayman, suvi chiqib ketib qolmasin. Pomidorning suvi chiqsa nordonlashib ketadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. O'zlaring ko'rib baho berasizlar va albatta uyda tayyorlab ko'ringlar. Juda ham shirin va yoqimli mazali salat. Hammalaringga yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar.